Men ideal emasman, oddiy misol. Men xotinimga yaxshi gapira olmasman. Men uni erkala olmasman, unga mehr bera olmasman. U xohlayotgandagi gapi chiroyli gapni gapira olmayotgan, lekin men uyimga ro'zg'orimni qilyapman. Bola chaqam ini bu. Uydan birov eshigimni taqillatib kelib, anaqa qilmaydi, ichib kelib yoki dori ichib anada kayf qilib yotmayapman. Mana shu yuvanslarni ham olib qarash kerak. Oilada bu faqat sevgi hisobga olinmaydi. Nafaqasi ham hisobga olinadi. U faqat yaxshi ko'rish bilan ish bitmaydi, okay? Haqiqiy hayot tushuntirishmayapti. Ajrashib ket, boshqasiga tegasan. Ertaga hop ota-onangni oldiga taq etib san qaytib kelding, adang Xudo ko'rsatmasin ko'chadan adang uni qizi mamma qilib kelsa, adangga shunaqa botsa bitta qo'li 2 kun qo'lim ivishyapti, paqat infarkt bo'lib o'lsa, adangni ko'mishsa, o'sha uyga sen ham sig'maysan. Onangni ko'mishsa, sen ham o'sha uyga sig'maysan. Keyin hayoting barbod bo'lishini o'ylagan.